Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, 2026-yil, 2027-yilda mana menga o'xshab bozorda ishlab turib, pand yemaysiz. Ya'ni 2027-yilda savdoyingiz yaxshi o'zgaradi. Menda hozir bo'layotgan voqeani aytib beraman. Undan tashqari, oyiga 5 ming, 10 ming to'lab yurgan insonlar bor. Ular qanaqa ishlayapti, Xitoy bilan qanaqa tarzda ishlayapti, qanaqa strategiyada ishlayapti, o'shani ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. YouTube yurishni boshladik. Like bosib, podpiska qilib qo'ysangiz, doimiy sizlarga kerakli ma'lumotni chiqarib boraman. Endi birinchi o'zimdagi bo'layotgan muammoni aytaman. Meni o'zi Instagramda hamma ko'pchilik taniydi. Men o'zim faqat savdo qilaman bozordan. Tovar olaman bozordan, sotaman, olib sotaman bozorda o'zidan. Xitoy zakaz qilmayman. Chunki oborotimda ko'p emas, ko'p pul tikmaganman, ko'p pul tikib boyda Xitoydan chaqirmaganman. Menga shu bozorda o'zim bilan sotish yaxshi, chunki pulim tez aylanadi, yaxshi savdo qilib olaman. Pulimni ko'paytirib olaman. Boshida shunaqa kirib kelganman. Boshidan shu menga qulay bo'lgan. Endi sekin-sekin Xitoyga chiqamiz. O'zimdagi sizga 26-yilda bo'ladigan ko'p muammolarni, ya'ni ko'p og'riqlarni menga o'xshagan odamlar agar shu turish qolib ketsa to'xtab qolishini sabablarini aytib beraman sizga. Birinchisi hozirgi kunda optimchilar o'zi kiryapti. Deylik, mana shu tovarim men optimdan olaman $20 ga. $20 olaman. Men buni qo'yibman uzunga $30 ga. Menda shunda $5 ketsin komissiyaga hammasiga, menga $5 foyda qolyapti. Optimchi kirib nima qilyapti? Optimchi kiryapti, $25 qo'yyapti. Voy komissiya $5 ketyapti, uni qo'liga $20 pul tushyapti. U menga o'sha beradigan optim narxi, optim bergan narxini uzumga ham qo'yyapti. Va men bu yerda endi yutqazyapman. Va endi men bunda yutishim uchun menda endi buni yo'llari bor. Siz ham uzum Yandexga kirib ancha tajribaga orttirsangiz, qilsangiz bo'ladi, lekin men sotuv kamayadi. Masalan, men hozir 30 dan qo'yib turuvdim. Meni konkurentim yo'q edi, men faqat bir o'zim edim. Haftasiga 10 ta, 100 ta sotib turuvdim haftasiga. Uzumbaga optimchi ham meni ko'rdi va u ham kirdi uzumga. Endi u meni sotuvimni bir 70%, 60% u odam oladi. Endi men 100 ta bo'lsa haftalik savdoyim, u odam 60 sotadi, men 40 sotaman. Yoki u odam uje 100 taga yana chiqib oladi, meni savdoyim 10 ta, 20 taga tushib qolishi mumkin. Chunki undan narx arzon beradi u. U arzon bergan. Chunki hozir endi O'zbekiston sharoitida hozir uzumda xalqimiz faqatgina ko'proq narxga qarayapti. Optimchi nima qiladi? Optimchida endi ko'proq endi o'zi ishlamaydi, chunki bilasizlar, o'zida ish ko'p bo'ladi. O'zining ish ko'p bo'lgani hisobiga u bitta menejermi kimdir yollaydi. U odam esa endi baribir ko'ngildagidek o'zida ishlamaydi. Baribir qayerda xato kamchilik bo'ladi, boshqasi bo'ladi. O'sha biz doim xato kamchilikni ko'rib turib, o'sha masalan izohida bo'lishi mumkin, biror tovarida mana bo'lishi mumkin. Biz o'sha tovarni qo'ymaymiz. Masalan, qaysi tovarga doim birak chiqayotgan bo'lsa, o'sha tovarni men qo'ymayman. Bosh tovar qo'yaman. Bosh tovar qo'yganda ham masalan odam sotuv qilyapti 100 ta. Men ham bemalol 10 ta qilsam bo'ladi, o'sha tovarni qo'yib, o'sha 10 ming qimmatiga qo'yib. Chunki shunaqa odamlar bor, arzon narsani masalan yaxshi deb o'ylamaydi, qimmatroq narsa yaxshi deb o'ylaydi, qimmatrog'ini oladi, baribir ichidan chiqadi. O'sha 10 tani men 20-30 taga chiqarishda ham yo'lini hozir aytib o'taman sizga. O'sha sotuv 10 ta bo'lsa, men uni 20-30 taga chiqarmoqchi bo'lsam, birinchi o'rinda o'sha kirib, boyga 100 ta sotyapti-yu, meni konkurentim, ya'ni optimchi. O'sha odam do'koniga kirib, o'sha tovarni ko'raman, sotayotgan tovarni, negativini ko'raman, izohini ko'raman. Qaysi odam masalan, qaysi tovari, qaysi joyda birak chiqyaptimi, upakovkasi yaxshi emasmi, yo ichida biron bir komplekt chiqmaganmi? O'shani o'qib ko'rib turib, men o'shanga yechim beraman. Biznesda bilsangiz agar, og'riqqa yechim bergan inson yaxshi pul topadi. Doim siz odamlarga yechim bering, biron bir masalan nimaga tushunmayapti, nimadir bo'lyapti, o'sha nimadirga og'riqi bor, shu doim masalan nimadir qiynaydi. O'shanga yechim bergan inson yaxshi pul topadi. Любой biznesda ham so'rashtirsangiz, ko'rsangiz ham hammada ham shunday. Xuddi shunday men kiramanda o'sha og'riqni o'rganib chiqaman, xalqning og'riqini, ya'ni xalqda nimaga muammo bo'lyapti, o'sha muammoni o'rganib chiqib, o'sha optimchining tovarini men boshqa qilib qo'yaman. Deylik men yoniga sovg'a qo'shishim mumkin. Deylik AirPods'ni bunga naushnik qo'shib berishim mumkin. Deylik bunga yoniga nimadir zarachik qo'shib berishim mumkin. O'sha xalqda og'riqini men yengil qilib beraman. Chunki bir xillar bor, masalan buni sotib olyapti addenli, buni sotib olyapti addenli, masalan men shunaqa tovarlarim bor. Masalan, buni qo'yganman 100 ming, masalan, sovg'asi bor. Sovg'asi 50 ming turadi. Ikkovi menga 150 mingga tushyapti. Men buni san 200 ming qo'ygan bo'lsam, deylik, 200 ming qo'ygan bo'lsam, 200 ming qo'ygan bo'lsam, konkurentim masalan buni o'zini 150 ming qo'ygan. Konkurentim masalan buni o'zini sovg'asiz 150 ming qo'ygan. Men bu ikkovini qo'yib 200 qilyapman-ku. Men 200 qilmayman bu ikkovini. Buni 250 qilaman. Buni 250 qilaman. Ya'ni dehqoncha qilib aytganda
Men ikkovini bitta qilamanda, buni sovg'a deb ustiga yozaman, rasmlarni qo'yamanda, 30 ming, 40 ming foydasini qo'yaman. Ya'ni lekin bu sovg'a degan narsa bu narsaga tushishi kerak. Bu narsaga zarur narsa bo'lishi kerak. Masalan, deylik bu masalan naushnik deylik. Naushnik bu ichida komplektda zaryadchik chiqmaydi, lekin bunga zaryadchik kerak. Men yoniga plus zaryadchik podarik deymanda, bu narsani konkret 100 ming qo'ygan bo'lsa, men bu narsani 160 ming qo'yaman. 160 ming qo'yaman, shunda bu odamga o'sha buni ichida zaryadchik ham bo'lib ketadi. U odam baribir tushunadi bu narsani. Chunki qaraydi, masalan, buni o'zini 100 mingga olgandan ko'ra 160 mingga zaryadchikni olganim yaxshi ekan deydi, buni oladi. Shunaqa odamlar chiqadi ichida baribir. Xuddi shunaqa yechim berish kerak odamga. Yechim bersa yaxshi savdo bo'ladi. Hamma biznesda ham shunaqa. Hamma biznesda shunaqa. Yechim bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa savdo yaxshi bo'ladi. Keyingi masala, o'sha optimchi kiryapti, narx tushirib yuboryapti. Men konkurent bo'lyapman, unga endi u odam to'g'rirog'i optimchi, unda tovari bor. Men konkurent bo'laman to'g'rirog'i. Men endi tovarni arzon qila olmayman narx bo'yicha. Endi men o'sha qiymat beraman. Nimadir narsalar beraman, nimadir sovg'a beraman, nimadirlar qilaman. O'rganib chiqaman izohlarni, negativni ko'rib chiqaman. Dehqoncha qilib oson qilib aytganda. Keyin ikkinchi yo'li aytganimdek birinchi o'rganib chiqish kerak. Shu birinchi yo'lda aytganimdek o'rganib chiqish kerak. Chunki aytganimdek u odam bir o'zi bo'ladi, ulgurmaydi hamma ishga. Bitta odam ulgurmaydi hamma ishga. Boy odam qo'ygan, bu odam esa baribir ko'ngildagida ishlamaydi. Dehqoncha qilib aytganda, uni odamni xatolarini o'rganib chiqib, o'sha xatoni siz o'zingiz takrorlamaysiz, o'shani siz xalqqa taqdim etasiz. Keyin savdoni oshirishga aytmoqchi bo'lgan narsam yana keyin men o'zimdagi bitta aytmoqchiman strategiyani. Ikkinchi masala o'zimdagi strategiya, men nima qilaman mana shu savdoimni oshirish uchun. Masalan, men tovarimni уже qo'yib bo'lganman uzumga. Lekin o'sha men bozor olaman, bozorda hammaga bir xil narx beradi. Uni konkurent ham qo'ygan, boshqa ham qo'ygan, birinchi qo'lab qo'ygan, boshqa ham qo'ygan. Endi men u narsani qo'yganman, sotuvi bor, masalan, deylik, haftasiga 5 ta, 10 ta bo'lib turadi. O'shanaqa tovarimni xilini ko'paytiraman. Hozir men 10 xil qo'yganmanmi, uni 30 xil qilaman. Hozir 10 xil tovarimda zakaz 5 ta tushyapti, kuniga deylik. 10 xil tovar qo'yganman, kuniga 5 zakaz tushyapti. O'sha tovarimni men 10 ta emas, 30 ta qilsam, kuniga zakazim 10 ta, 15 ta bo'ladi. Shunda men foydam, oborotim ko'payib boradi, oborotim. Dehqoncha qilib aytganda. Endi uni mayli 15 ta, 30 ta qildim tovarimni, 30 ta qildim. Endi yana boshqa etap bor. Endi boshqa etap u nima bo'ladi? Masalan, men 30 xil tovar qo'yib bo'ldim. Shu zakaz tushyapti 15 ta, 20 ta. Men yana oshmoqchiman. O'sha qarayapman, bozorda tovar tugadi, o'sha iloji yo'q yana undan oshishdi. Bu chunki uzumda, Yandex o'sha baribir cheklangan nuqta borda, borib qachondir to'xtaysiz. Masalan, men sotaman avto aksessuar. Avto aksessuarda patolog ko'rib, analitika sayt. Kiramanda ko'raman. Avto aksessuarda eng patolog qancha savdo qilyapti, qaysi do'kon. Kiraman do'konga, qaysi do'kon, o'sha do'konga kirib analiz qilaman. Nima qo'ygan, qanaqa qo'ygan, infografikalar qanday, rasmlari qanday o'rganib chiqaman. Rasm zo'rmi? Men ham shunaqa infografika qildiraman. O'zim qilmasam qildiraman infografikaga dizaynerlarga. $5, $6 pulim dolar, lekin o'sha bitta rasm qildirganim menga qoladi shu doimiy. Xuddi shunday qildiraman, rasmni ishlayman. Ko'rib chiqaman. Birinchi o'sha tovarimda do'konni ko'rib chiqaman, yaxshi savdo qilayotganlarni. Rasmni qildim. Endi oborotini ko'raman. Oborot masalan bir oyda qilyapti deylik 700 million, 800 million. Endi u odamda masalan u odam baribir birinchi qo'l bo'ladi, u katta oborotdagi inson, tovar o'zida bo'ladi, u odam qiynalmaydi. Tovar yetkazib bera oladi. FBSdan, FBO'dan bemalol qila oladi. Faqat u odam sotish kerak. Uni maqsadi shu, sotish kerak. U odam o'sha sotish uchun nima kontent qilayotganini, nima narx qo'yayotganini, qanaqa izoh bilan ishlayotganini polni o'rganib chiqing. Polni, noldan. Undan tashqari yana keyin buni o'rganib chiqqaningizdan keyin siz ham o'zingizga qo'llaysiz, o'sha sizning savdongiz yana oshadi. Ikkinchi masala bo'ldi. Uchinchi masala. Sizga bu savdoning sekretlarini aytyapman. Uchinchi masala bu men shunaqa ishlayman. Yana bu masalan bir bozorga yangi tovar kelib qoladi, trendiy tovar. Masalan, Instagramda trend bo'ladi, endi ko'proq Vibersda trend bo'ladi, chekka davlatda. O'sha keyin o'zimizga bozor kelib qoladi, har hech kim qo'ymagan bo'ladi, talab bo'ladi lekin. Men birinchi bo'lib qo'yaman, hammadan oldin, optimchilardan, boshqalardan oldin birinchi qo'yaman. O'sha optimchilar qo'yguncha men o'sha sotib, izohimni yig'ib olgan bo'laman, qimmat narxda. Plyus tomon qimmatroq narxda. Keyin optimchi kirgandan keyin yana foydani sal kun tushirib qo'yaman, lekin unda ham sotuv bo'lib turadi. Oldin hech kim yo'q payt qo'ygan paytim kuniga 10 ta tushib turgan bo'lsa, o'sha hamma qo'ygandan keyin o'z akasim kuniga 5 taga tushib qolishi mumkin. 5 taga tushadi. U 2 ta, 3 taga ham tushadi, bittaga ham tushadi kerak bo'lsa. Ya'ni har xil vaziyat. O'sha narsani endi meni qulayligi, meni plyus tomoni o'sha vaqtda kirib,
izoh yig'ib olganim. Izoh yig'ib olgan, ko'pchilik izohga qaraydi. Izoh zo'r bo'lsa, odamlar oladi. Keyin narxiga ham bog'liq. Endi narxini baribir tushiraman baribir qanchadir ham. Meni strategiyam shunaqa. Kirib ko'raman, Instagramda ko'raman, Viber'da ko'raman, Xitoy saytlarini ko'raman. O'sha trend bo'layotgan tovar keldimi o'zimga, O'zbekistonga bozoriga srazu qo'yaman. Srazu qo'yib o'zimga kirib egallab olaman o'rnimni. Boy qolganlar keyin qo'yadi. Chunki aytgandek, optimchini ishi ko'p bo'ladi, boshqaning ishi ko'p bo'ladi. U qo'yguncha orada 15 kun, 20 kun vaqt ketadi. Men esa srazu vaqtim bor, qo'yib olaman. Sotuvga chiqarib olaman. O'sha u 15 kun, 20 kunga sotib bo'laman men, ancha-muncha. Keyin bo'ldi. Bu o'zimda O'zbekiston bozor bo'yicha sizga tushuntirdim. Aytganimdek, bu 26-yilda ko'pchilik optimchi kiradi. Ko'pchilik optimchi kirgandan keyin narx-navo tushib ketadi. Mana menga o'xshagan odam chiqib ketishi mumkin. Chiqib ketmasligi uchun shunaqa odam ustida ishlash kerak. Ustida ishlasangiz yaxshi bo'ladi. Endi umuman ikkinchi mavzuga o'taman. Ikkinchi mavzu bu o'sha uzun marketda hozirgi kunda 5 ming, 10 ming dollar pul topib yurgan insonlar bor. Sof foydasi, oborot emas. Oboroti 40 ming, 30 ming dollar bo'lishi mumkin. U menda odamlar shunaqa. Shunaqa insonlar bor, o'zini ustida ishlaydi. U kirib, masalan, men o'sha ham men ham ideyani shu odamdan olganman. Boyagi Instagramdan ko'rib, sotuvga chiqarishim, ya'ni tovarlar, trend tovarlar ko'rib. U odam unday ishlamaydi, u odam Xitoy saytlaridan ko'radi. Xitoy u Instagram ko'rmaydi, boshqa qilmaydi. Faqat Xitoy saytlariga kirib ko'rib turadi. Nima tovar trend bo'lyapti. O'sha trend tovarni ko'radi-da, trend tovarni u olib keladi. Birinchi test qilib 1000 ta olib keladi. 1000 ta olib kelib sotib ko'radi. Yaxshi ketyaptimi? Keyingi partiyada 2000 ta olib keladi yoki 3000 ta olib keladi. O'sha talabni bilgandan keyin olib kelib uni ham sotib yuboradi. Keyin 3-chi partiyada olib kelmaydi. Chunki bir marta olib keldi, test qildi, yaxshi ketdi. Ikkinchi marta olib keldi. Birinchi marta olib kelganda marja foydasi ko'proq bo'ladi, marjasi. Foydasi ko'proq bo'ladi, yaxshi sotib oladi. Ikkinchisidan yana olib keladi. Endi ikkinchi olib kelganda balki narxi sal tushishi mumkin. Chunki ikkinchi olib kelguncha ham orada mana bunaqa zoom sellingdan yoki boshqa analitik saytdan foydalanib, u boshqa odamlardan olib kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam ikkinchi marta olib keldi, 2000 ta, uni sotdi, bo'lib uchinchisi olib kelmaydi. Uchinchisi olib kelmagan sababi chunki ko'pchilik mana tovarni analitika qiladi, analiz saytidan kirib analitika qiladi-da, olib keladi. Va o'sha uchinchi partiyada masalan men ham olib kelaman, boshqa ham olib keladi, u ham olib keladi, bu ham olib keladi. O'sha hamma 100 tadan olib kelsa ham, 200 tadan olib kelsa ham o'sha tovar to'lib ketadi bozorda. O'sha u talabni qondirib bo'lgan, birinchi kirgan odam o'sha sotib bo'lgan tovarni. 2000 ta, 3000 ta o'sha odam to'lib bo'lgan, olib bo'lgan odam ko'pchilik. Endi baribir oladiganlar bor, lekin asosiy talabni qoplab bo'lgan bo'ladi. Eng ham qimmat sotib bo'lgan bo'ladi, qimmat. Endi qolgan olib kelganlar ularda foyda kamroq bo'ladi, chunki konkurent ko'payib ketib qoladi. Keyin oxirida даже odamlar rozi bo'ladi o'zini narxiga sotishga. Keyin o'z narxiga sotadi. Keyin nima bo'ladi? Keyin demping bo'ladi, narx tushadi, keyin odamlarga zarar qiladi, keyin uzum yaxshi emas ekanda tushib ketadi. Shuning uchun siz boyaga endi bitta bir minus tomoni bor. Minus tomoni boyaga siz u uchun birinchi bozorda o'rganib chiqishingiz kerak. Ya'ni uzumda, Yandexda kamida 1 yil, 2 yil yurishingiz kerak kamida. Mana shu onlayn tushunishingiz kerak. Tushunganingizdan keyin o'sha O'zbekiston sharoitida tushunishingiz kerak. Ya'ni siz Rossiyada yurib turib, Viber savdo qilib turib, O'zbekistonga kelsangiz bu narsani tushunmaysiz. Chunki O'zbekiston xalqini talabini tushunishingiz kerak. Siz 1 yil yurdingizmi, mana shu O'zbekiston ichida, uzumda talab tushunasiz, Xitoy saytiga kirasiz, ko'rasiz trendlarni. Zakaz qilib ko'rasiz test uchun 100 ta, 50 ta, bilmadim 1000 tami zakaz qilasiz, olib kelib o'sha sotib ko'rasiz. Bu 50 kelik bu narsada. Agar sota olmasangiz, arzon narx qo'yib sotib olasiz, arzon narx qo'yib. Yokida bozorga tarqatib olasiz, bozorga. Uni ham endi ko'rasiz shu uchun, lekin zakaz qilguncha ham sizda fundamental o'sha uchun sizda ko'nikma, tushuncha bo'lish kerak. O'sha tushuncha bo'lish uchun kamida 1 yil, 2 yil yurishingiz kerak bozorda, uzumni o'zida. Yokida 1 yil bo'lsa ham o'sha mana nechta kategoriya bor. Hamma kategoriyaga kirib ko'rishingiz kerak. Chunki bilasizki, har oyda qaysi sezon keladi. Sezonli tovar bor, trend tovar bor, besezon tovar bor. O'shani siz tushunib olganingizda sizga qiyin bo'lmaydi. Shu aytmoqchi bo'lganim, tushunib olasiz va olib kelasiz. O'sha bola shunaqa sotadi. Bitta zakaz qiladi 1000 ta, 500 ta, ikkinchi partiya zakaz qiladi yana 500 ta, 2000 ta, 3000 ta soniga qarab, talabga qarab. Uchinchisida zakaz qilmaydi. Uchinchisida keyin boshqa tovar qidirib boshlaydi. Boshqa qidirib sotib, qimmat sotadi, ko'p sotadi, yaxshi sotadi. Bemalol bir oyda, endi shu bola menga o'zi aytgani, bir oyda 7000, 8000, 10000 pul topadi. Menga oborotni aytmagan, oboroti balki 40000 dir, balki 30000. Endi u bola 1 ga 1, 2 ga 1, 3 ga 1 ham foyda ishlaydi. Chunki aytganimda, masalan, ukaskani hamma biladi-yu. Ukaskani trendda bo'lib o'tgan yili. O'sha ukaskani birinchi o'sha bola olib kirgan. Birinchi o'sha 1000 tami nechtalar olib kelgan ekan.
O'sha bola bilan o'sha gaplashuvdik, o'sha logistika firmada ko'rishib qoluvdik, o'sha gaplashib qoluvdik. Короче, shunaqa o'zi ishlar ekan. Xudo xolasa endi hamma ham shunday qilish kerak. Chunki hozir optimchi bilan ishlash qiyinlashib borgan sari. Optimchilar o'zi kiradi, narx tushirib yuboradi, tushunmaydi, boyagi soliq hisobga olmaydi, boshqa qilmaydi. O'ziga minus u odamni. Baribir ming menejer qo'ysin, boshqa qo'ysin, insonni o'zida hech kim ishlamaydi. Keyin narx tushirib o'zicha qilaman, egallayman deydi. Bozorda egallaydi ham qanchadir ham, ana do'kon reytingini egallaydi, lekin u offlayn bilan onlayn farqi bor. U odam offlayndan kirib kelyapti, onlaynga ancha qiyin bo'ladi, boyagi tushunmaydi, oxiri yoqmay, balki chiqib ketishi ham mumkin. Endi xudo biladi bu. Bu narsani ham eplagan qiladi, eplamagan qila olmaydi. Shuning uchun kiryapsizmi? Analiz qilib ham kirish kerak, lekin son ko'p zakaz qilish kerak emas. Analiz qilib turib, yana bitta narsa qilsa bo'ladi. Masalan, qaysi savdo yaxshi ketyapti, qaysi dizayndagi yaxshi ketyapti. O'shanga o'xshash olib kelish mumkin, o'xshash. Masalan, deylik sumka. Hozir sumka yaxshi ketyapti. Sumkani qaysi model yaxshi ketyapti ko'raman. Qanaqa rangi, qanaqa modeli, qanaqa dizayn yaxshi ketyapti. O'shanaqa dizayn chizmadagini men boshqacha anosini, masalan, ranglisini yoki bir boshqacha bir materialligini zakaz qilishim mumkin. Endi u yana aytganda u o'zingizning ideyangiz. Zakaz qilib olib kelib ko'raman O'zbekistonga 100 ta elik taqib sotib ko'raman, sotilyaptimi? Uje yana keyingi partiyani olib kelib ko'raman. Uje bo'ldi, keyingisiga uje kamayib qoladi uje zakaz. Keyingisiga men olib kelsam bo'ladi, keyin olib sotaman. Prosta keyinda talab kamayadi. Boshida 100 ta olib kelib sotdim, yaxshi ketdi. Ikkinchi partiyada yana 200 ta olib keldim, ikkinchisida yana 200 ta olib keldim, yaxshi ketdi. Uje uchinchi partiyada keyin men 100 ta 200 ta emas, 50 ta, 40 ta zakaz qilishim kerak. Chunki pulni ushlatib qo'yish kerak emas-da. Bu biznesda ham eng asosiy narsa pul ushlatib qo'ymaslik. Pulni aylantirish kerak. Pul qancha ko'p aylansa, shuncha ko'p foyda keladi. Xuddi shunaqa, bu analiz qilasiz, ko'rasiz, bozorda aylanib yurasiz. O'rikzorga borsangiz, O'rikzorda shunaqa odamlar ishlaydi. Har oy, har sezonda bitta sotuvchining o'zi 4 xil, 5 xil tovar sotadi. Har sezonda har shunaqa ishlaydi. Buni o'zingiz ham ko'rganingiz, balki bozorga borgan bo'lsangiz, masalan, yangi yil olib borsangiz, o'sha sotuvchi archa qo'ygan bo'ladi. Hozir masalan, bahorda borsam, basseyn qo'ygan bo'ladi. Yoki bir nima deydi, bayram oldi, ya'ni avgust oyida borsam, konstaval qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunaqa sotuvchilar xuddi shunaqa ishlaydi. Biz ham shunaqa ishlashimiz kerak. Shunaqa ishlasak, yaxshi savdo qilamiz. Chunki trendiy tovar, sezonniy tovar yaxshi foyda qoladi. U doimiy tovarda kamroq foyda qoladi. Endi unda ham savdo kam bo'ladi. Sizga maslahatlarimni, aytgan maslahatlarimni qiling. Qaysi analik sayt bo'lsa ham qiling, o'rganing, savdoni qiling, xudo xolasa. Erta bir kun prosta rahmat aytib, shu qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz bo'ldi. Biz ham bu ishlarni yangi boshladik. Mana shu YouTube yuritishdi, boshqa qilish, mana shu bergan ma'lumotlarni foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'ying. Xudo xolasa bundan keyin, bundan buyog'iga foydali ma'lumotlar, darsliklar chiqaramiz. Endi hozir bu ma'lumotlar beryapman, darsliklar ham chiqaraman xudo xolasa YouTube o'ziga. Sekin-sekin boshlaymiz.